Oyi, assalomu alaykum. Tartamga 500 ming so'm o'tkazib yuboring. Hozir band edim. Keyin nimagaligini aytaman, xo'p? Odatdagi tong, nonushta, yangiliklar va yengil asabiylashish. Bechora o'g'lim yana pul yetkiza olmayapti. Militsiyada bo'lsa-chi? Balki Urizorga borgandir. Balki ishda, balki uxlayotgandir. Vaziyatni aniqlashtirmaguningizcha pul o'tkazmang. O'zingni tut, o'g'lim. Rahmat. Siz eng zo'r oyisiz. Faqat bu emas. Bular firibgarlar. Ular allaqachon sun'iy intellekt orqali ovozni o'zgartirishni o'rganib olishgan. Alo. Pulni oldingmi? Qanaqa pul? Oyi, assalomu alaykum. Tartamga 500 ming so'm o'tkazib yuboring. Zo'rku original bilan bir xil. Hozir siz bilmagan holda meni ovozim bilan bir xil qilib sizga tashab berdi bu narsani. Nimani qilib qo'ydim? Ovozni soxtalashtirish mumkin, mehrni esa yo'q. Pulni so'rashsa, qayta qo'ng'iroq qiling va yaqiningiz ekanligiga ishonch hosil qiling. Bundan buyog'iga video qo'ng'iroqdagi yuzimni ko'rmaguningizcha hech kimga hech qanday pul o'tkazmang, xo'pmi? Ha, xo'p. Sen oldin mam sochlaringni tarab olgin. Firibgari ham ovoz sanikini olibdi, biram chiroyliroq ey.